Pinduoduo ilovasida kuponlardan foydalanishni o'rganamiz. Kuponlaringiz, ya'ni siz olgan mahsulot yoki keyingi ko'rgan mahsulotlaringizdan keyingi kuponlar aynan mana shu bo'limda turadi, kuponlar bo'limida. Shaxsiy kabinetda turibmiz, biz shaxsiy kabinetdagi kuponlar bo'limida turadi. Ustiga bosasiz. Hozir menda kupon yo'q. Mana bu yerda siz olgan, foydalangan kuponlaringiz turadi aslida, lekin menda hozir kupon yo'q, lekin avval ko'rgan mahsulotlarimdagi kuponlarni chiqarib beryapti. Va ahamiyat bering, mana hozir tarjimasini ham ko'rsatib beraman buni. Mana tarjimasiga ahamiyat bering. Hozirda menga 5 yuanlik kupon bermoqda. Ustiga bosib, mana shu kuponni olsam, men mahsulotni 1.71 yuanga sotib ola olaman. Yoki keyingisini ko'ramiz. Mahsulotning asl narxi 17 yuan, lekin men 5 yuanlik kupondan foydalansam, menga mahsulot 507 yuanga tushadi. Xuddi shunaqa qilib, mana ko'ryapsiz. Hozir endi Pinduoduo ilovasiga qaytib ko'rsatib beraman. Agarda siz kuponlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana shu qizil knopkani ustiga bosasiz va ustida turgan narxini sizga chegirma qilib beradi. Asl narxni ayirib tashlaydi. Hozir bu yerda mana tarjima qilganimizda ko'rdik. Mana bu hierogliflar kuponda chegara yo'q, ya'ni vaqt bilan belgilanmagan. Aslida ko'p kuponlar vaqt bilan belgilangan bo'ladi. Aynan shu muddat ichida siz o'sha tovarni xarid qilsangiz, o'sha chegirmani beradi. Kuponda necha yuan yozilgan bo'lsa, o'sha chegirmani beradi. Hozir biron bir mahsulotni ichiga kirib ko'rsatib beraman. Mahsulotni ustiga bosaman. Mana ahamiyat bering. O'zi mahsulot narxi 607 yuan, lekin menga 5 yuanlik kupon beryapti. Agarda shuni foydalansam, menga mahsulot 107 yuanga tushadi. Kupondan foydalanganligim uchun. Xuddi shu shaklda, demak, ustiga bosib, kupondan foydalanib xarid qilsangiz bo'ladi. Boyagi bo'limga qaytib olamiz. Mana kuponlarda. Demak, foydalanishni o'rganib oldingiz. Ustiga bosasiz. Hozir men biron birini ko'rsatib beraman. Demak, mana shuni ustiga bosaylik. Qizilni ustiga bosdim. Mana. Pechat rasmi chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz, sizga aktivlashdi kupon va o'sha xarid qilganimizdan keyin mana endi agarda men bu mahsulotni xarid qilmoqchi bo'lsam, 107 yuanga tushadi mahsulot. Shunda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, eng kichkina 89 grammligi 107 yuanga berar ekan. Mana. Xuddi shu shaklda, demak, kuponlardan foydalansangiz bo'ladi. Mana o'zi necha yuan chegirma qilib berayotganini ham yozib qo'ygan, ko'ryapsiz. 5 yuan chegirma qilib beryapti kupon hisobiga. Chegaralangan vaqtli kuponlarda o'sha muddat ichida siz sotib olishingiz kerak. Mana bu yerda yana bo'limlarga bo'lib qo'yibdi. Hozir tarjima qilib ko'ramiz buni ham. Mana mening kuponlarim bo'limida hammasi tez orada tugaydi deb turgan ekan. Hozir biz ko'rayotganimiz. Keyingi bo'lim platforma kuponi, do'kon kuponi, demak, Pinduoduo'ning o'zining alohida kuponlari bor, do'konlarning o'zining alohida kuponlari bor. Duo to'lovi uchun chegirma. Bu ham alohida bo'lim. Xuddi shu shaklda har bitta kuponlarni bo'limlarga ajratib chiqqan. Mana ustiga bosib ko'rsangiz, platformaniki alohida, do'kon egalarini kuponlari alohida chiqyapti. Biz ko'rganimiz do'kon egalari. Mana bu platformani kuponlari. Xuddi shu shaklda, demak, kuponlardan foydalanishni o'rganib oldingiz, foydalansangiz bo'ladi. Endi shu videoda, demak, avvalgi ko'rgan mahsulotlarimizni qayerdan ko'rishni ham ko'rib ketamiz. Mana buni ustiga bossangiz, qadamni oyoqchani rasmini qilib qo'ygan ustiga bossangiz, avval qaysi mahsulotlarni ko'rgan bo'lsangiz, hammasi shu yerda turadi. Demak, biror bir mahsulotni ko'rib qoldingiz, keyin uni qidirib yurmaslik uchun Pinduoduo sizni alohida bo'limga joylashtirib qo'ygan. Avvalgi ko'rgan mahsulotlarimiz xuddi shu bo'limda turadi.